Assalomu alaykum. Sizda ham atirgul ko'chatlari bor, lekin bu holatda gullamayaptimi? Buni sababi juda oddiy. Atirgulingizga mana shunday shira kasalligi tushgan. Shira kasalligi atirgul tanasiga tushib, uning quvvatini o'ziga oladi va atirgul gullashini, o'sishini sekinlashtiradi. Buni yo'qotish uchun Vet aptekadan shiraga qarshi dori olish kerak. Xo'p, Vet aptekadan ushbu nomdagi shiraga qarshi dori va qo'shimchasini olamiz. Bu reklama emas, albatta. 10 litr suvga 10 gram miqdorda va ushbu qo'shimchasini qo'shamiz. Tayyor bo'lgan dorilarni aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan aralashmani dori sepadigan apparatga yoki spreylarga quyib, ushbu holatda atirgul tanasiga dori sepiladi.